Yaxşımızlar turdaşlar, mənlərlə uşaq xeyirlik olsun. Mən sizlərlə yaxın dostlarla Beydillah. Aldığımız saatlik dərsimizdə biz Yaşınsın degan muzikani o'rgangan. Bu saatlik dərsimizdə bolsa, Amangul degan muzikani o'rganimiz. Usulluq muzika, yaman oson, pas urish shakli, o'ng qo'lni urish shakli. Anadaki bu şekilde sizler özünüzdeki uslub boyunca çalsanız buldu, çok usulluğunki erkin buldu. Özümüzdeki hissiyatı karta, özümüzdeki çiliş uslubu karta, özgersek bulduğun neyse. Bunu avval sol qo'lni shu pad tutishni, pad tutish bosqichini o'rganish uchun biz taq urib avval qo'lni tez sho'xsizlikdan chanmay turib, shu taq urishdan boshlab mashq qilamiz. Masalan, sol la shi la sol la do shi la sol la Re do do shi la sol la shi la do shi la sol. Bu holatda. Masalan, bunida la bilan shininki araliqqa masalan mashina ishlatmaymiz. Mana o'tirdiki shini ishlatamiz. Mashina ishlatamiz. Masalan, sol la shi la sol la do shi la sol la Re do do shi la sol la do shi la sol do do re anadaki mir kelgan chaqda mana shu tigdiki rena tigdiki pardasiga men ishlatamiz. Do re mi re do mi re do shi la do shi la sol sol la shi do re do do shi la sol la do shi la sol. Şalat bo'lur valla. Aldırmay chilib mashq qilib, men shuni ko'rilib turib, meningki aziz sizlar bergan holatda anadekin o'ng qo'lnikini Müşahadat buldu valla. Qağımni texdim yaxshi o'g'naman deydiganlar va meningki undidar salonimni qo'shasanglar bo'ldi. Undidaringlarni ichib avval ustilik lopaynakka Abeydullah Osman yoki Naqsha 214 deb izlatib mening undidar salonim chiqdi. Izlasanglar ustilik lopaynak bezibcha. Anadagi ashna qo'shilib asli darslik degani bassanglar o'lchamlik dars chiqdi. Shuni qo'shasanglar bo'ldi. Ma dars yaxshi o'rganishinglarni umid qilamiz. Kelar soat ko'rishdik. Bay bay. Xayr xo'sh. Maqla. 抖音